Ota 3 oygacha bo'lgan chaqaloq bilan nima qilish kerak? 3 oygacha bo'lgan bola ko'pincha hali uyg'onmagan odamga o'xshaydi. Har qanday ota-onaning vazifasi bolani uyg'otish, uni bu dunyoga taklif qilishdir. Va bu gamxo'rlik orqali amalga oshiriladi. Farzandingiz uchun hozir eng muhim narsa siz bilan muloqot qilishdir. Bunga teginish, ovoz, issiqlik va hid kiradi. Farzandingiz bilan hozir qancha ko'p vaqt o'tkazsangiz, kelajakda siz uchun shunchalik oson bo'ladi. Chaqaloq yanada jasur va ijtimoiylashgan bo'ladi. Farzandingiz bilan qanday vaqt o'tkazishingiz mumkin? Uni qo'lingizda ushlab turing. Hozir shabla ko'p o'kslaydi va hatto uyqu orqali ham u sizning hidingizni his qilsa, dada yaqin va tanish bo'lib qoladi. Ko'p o'yinchoq sotib olmang. Uni vertolyotlarga ko'niktirishga hali erta. Uning uchun eng jozibali narsa bir sil rangdagi shangillak, yorqin lekin kislotali rangsiz. U bilan gaplashing. Kuylarni kuylang. Biz nima haqida gaplashayotganimiz yoki siz qo'shiq aytishingiz mumkinmi? Buning umuman ahamiyati yo'q. Eng muhimi dadamning ovozini, uning his-tuyg'ularini eshitishdir. Bu sizning chaqalogingiz uchun rivojlanish muhitidir. Taktillik aloqaning yana bir usuli hisoblanadi. Quchoqlash, massajlar. Bularning barchasi hozir bolaga eng kerak bo'lgan narsadir. Hech qanday murakkab narsani oylab topishning hojati yo'q. Buni o'zingiz bilganingizdek, o'zingizni qanday his qilsangiz, shunday qiling. Bola uchun bu yangi harakatlar va hissiyotlarning kashfiyoti. Va agar siz videodan qandaydir massajni o'rgansangiz, bu uning salomatligi uchun ham foydali bo'ladi. Farzandingiz bilan tugilgandanoq birga bo'lish, bu katta qadriyat. Biz shunday yaratilganmiz, nimalarga sarmoya kiritgan bo'lsak, shuni qadrlaymiz. Farzandingizni kundan kunga qanchalik yaxshi ko'rishingizni sezasiz.